Assalomu alaykum, Yangi bozor kanalining hurmatli obunachilari, akalar, ukalar, chorva ishqibozlari va semental sigir ishqibozlari. Xudo xolasa 2025-yil 24-oktyabr biz bugun Farg'ona viloyati Mag'ilon shahrida Qo'shtepa tumanida akalar semental sigirlarimizni chiroyli qilib ko'rsatib beramiz. Kanalimizga mehmonlar obuna bo'lib, birdan like bosib bersalar xursand bo'lamiz akalar. Xudo xolasa fikrlarini kommentariyaga yozib qoldiraverasizlar. Hammasini o'qib boramiz. Semental sigirlar ko'rib, bahosini berib, ishqibozlarning aloqaga chiqaverasizlar. Telefon nomerlarimizdan boshida aytib o'tamiz. 91 664 20 raqamlarga bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Keyin dastlabkilarimiz butun O'zbekiston bo'ylab bor. Qirg'iziston, Tojikistonga ham bor, kelishilgan holatda yetkazib beriladi aqa. Mollar ko'rib o'zlaring bahosini beraverasizlar aka. Mana shu ikkinchi qoringa uzoqsa 10-15 kunda tug'adi. Molni ko'rib turibsizlar. Mol o'ta sifatli, rangi ham tiniqligini qaranglar. O'ta tiniq. Mana tutaylari ham uzun-uzun, tomirlarni ham yopib turibsizlar. Sut beradigan variantda sementallar. Kam 30 litrdan beraveradi bu molni. Mana jonivor. Narxlarini akalar oxirida aytamiz. Optimga sanay, optimga bitta sanay, bitta aytilaveradi. Mana. Keyin Telegramdan screenshot qilib, Telegram, WhatsAppdan tashlayverasizlar. Mana buni qaranglar mana. Jonivor, mashalloh, o'ta ideal. Rosa ishlatadigan mollar, fermer akalarimizga ham shu uradi. Keyin yana bunisi ham bor mana. Fermer akalarimizga bemalol tavsiya qilaman. Mana shu mollarga 40 dan ustun sut beradi. Bu hali holvami, baki. Tug'ishiga bor buni ham 10-15 kun. Endi solishni boshladi. Solganda ham qochirib yuborsa kerak buni. Sut beradigan molda bu. Mana. Hozir ikkinchi qoringa to'g'ri, tutlarni bitta ko'rib qo'yasizlar. Mana, yuvoshligi yuvosh. Bu mollardan tepadigan mol chiqmaydi. So'skasi ham asa qo'lga tushadigan. Qo'l apparat umuman tanlamaydi. Bemalol soqaverasizlar. Oyoqlari stakan tuyoq. Mana. Mol o'ta kuchli mol. Tondan yonaverdi. Mana birka nomerlari ham chetdan kelgan mollar kerak. Bu yerda tug'ilgan varianti bas bular. Hammasi chet eldan kelgan. Mana jonivor, mashalloh. Narxini akalar 80 million qo'yamiz buni. 80 million kami bor. Molni kelib ustida ko'rishlarini tavsiya qilaman bemalol. Yeb ichishini, hamma yo'g'ini, qonini, jonini tekshirib olib ketaverasizlar. To'rtta yelini, oyoq qo'lini. Birorta defekti yo'q. Olib borasizlar, tug'dirasizlar, yemini berib sog'ibchasizlar bo'ldi. Sutni beradi lekin. Mana jonivor. Mol qarang, mashalloh. Mol o'ta kuchli narsa lekin. Keyin mana bog'da yana mashinaga o'xshashdan yana bitta bor. Mashinaga o'xshab ketdi. Mana. Semental ham jonivorda. Tutaylari bitta baho beriladi bu ham. Tutaylari ham uzun-uzun. Bu ham tug'ishiga bor 10 kundan o'tadi. Kelishib bo'lsa, tug'dirib ham berilaveradi bularni. Hammasini. Mana jonivor yeb ichishi, tan jon sog'ligiga 100% garantiyasi bor. Mana yeb ichishlari. Mol xudo xolasa yaxshi. Ko'ringlar mana. Buni ham narxi 80 million qo'yamiz. Kami g'ij-bij telefon qilsalar ham bo'ladi. Qimmat ekan, bunaqa negativ boshlang. Shart emas, kerak emas. Telefon qilinglar, renni oladigan odam telefon qilib, sodasi bor deyapman, sodasini qilib olaverasizlar. Mana, bu sementallar qaranglar. O'ta dahshat mana, manus ham o'ta baquvvat jonivor. Mana buni qarang. Mana shu egizakchi varianti, mana shu bitta. Mashinasi mana. Mana shu. Molni qaranglar jonivorni. Mol o'ta kuchli.
Maşallah. O da yirik narsa. Mana oyoq qo'llari ham shu vestga zo'r stakan tuyoq. 4 ta yelini, qonini, tishlarini ko'rib, shu yerda ko'rib olib ketaverasizlar. Molni qarang. Mol tanki mol, haqiqiy. Mana. Tank. Janavorning orqasini qarang. Buni qarang, buni qarang. Bu ham mana bitta mana sal kichirog'i bor ichida. Mashinasi. Ya pashti bir xil sal, bavi kichkinaligi bor. Mana bunisi ham bor, sut tomirini qarang buni. Turbaga o'xshaydi bir 70lik. Keyin bitta mana yetuki ham bor. Bular akalar bu yerda hozir 9 bosh molimiz bor, siminta. Mana tayyor tug'an deb turgan bitta siminta ham bor. Mana janavor. Tug'adi bir 2 kunda uzaqdi. Mana yelillari to'lib turgan, sut tomirlarini ham ko'ryapsizlar. Sut tomiri ham chiqib ketgan. Bu qonida sut tomiri qarang 70lik turbaga o'xshaydi mana. Bitta aylanganda 5 litr sut aylanadi. Mana 7 kun olaman deydiganlarga sirazi mana tavsiya qilib beramiz egasiga. Xudo xolasa. Chet eldan kelgan mollar, akalar birka nomerlarni ham ko'rib berasizlar. Narxiga akalar buni yetukni bu ham 80 million qo'yamiz. 80 million so'm kami bor. Telefon qilinglar, kelinglar, ko'ringlar, olinglar. Xudo xolasa defekti yo'q mollarda. Hammasini ishlab chiqqan mollar bassa bular. Yosh narsalar ishlaydi, olib borasizlar, ishlatasizlar, bo'ldi. Shu. Mana janavor. Janavor. Tutalarini qarang buni. Yuvoshligi endi bulardan tepadigan mol chiqmaydi-yu. Ko'rib ko'rasizlar. So'skalari 4 ta, 4 ta joyda. Mana. Sut tomirini qarang. Kattaligini. Janavor yaxshi mol. Rangi ham tiniq. Xudo xolasa yaxshi. Mol endi baribir. Mana bag'da simentallar qarab turishibdi. Mana bu ham bor, buni ko'rsatmadim. Nariga bor, cho'vi. Mana bu ham bor. Chu janavor. Mana uni men fermer akalarimizga siraz tavsiya qilib beraman mana shu molni. Mol sut qoqib yuboradi bu. 40 litr sut bersa ham o'z maza qilib yuborasiz. Beradi-da bu mol aka mana. Elinni qarang. Mol hamma yo'g'i kelgan, o'ziga yarashgan. Mana janavor. Chu janavor. Rangi ham qandaydir sifatli. Sifat. Mana. Mana mol. Mana mol. Janavor. Ko'rib maza qilinglar, like bosib qo'yinglar. Shu yetadi. Mana bunisi ham bor, mana 75 millionga beraveramiz mana mashina. Simental. Bu ham tug'adi. Elini sop turgan variant. Mana bu ham bor. Xudo xolasa mollarimiz yaxshi. Mana bu ham dahshat oljuudini ko'ryapsizlar. Bir xil tekis narsa. Janavor. Mollar endi xudo xolasa fermer akalarimiz bitta olaman desa ham kelishtirib bonuslarni qilib beramiz. Yangi ferma qilayotgan akalarimizga bitta krupni olsalaring ham zo'r variant. Mollar terilib qolganda hammasi. Chu janavor. Mana bunisi ham ko'rdilar, bunisi ham. Yaxshi ideal sigir bo'ladi bu. Hali. So'skalari ham yarashib o'rgandi janavorni. Bichimi hamma yo'g'i sifatli, sifat. Birinchi o'rinda. Mana. Akalar sog' bo'ylar, salomat bo'ylar.